Xo'p, bugungi mavzuyimiz eritma mavzusi. Xo'p, kimyodagi eng qiyin mavzulardan bittasi desa ham bo'ladi. Chunki bu eritma katta tushuncha. Buning ichida turli xil holatlar bor. Foiz konsentratsiya bor, molyar konsentratsiya bor, normal konsentratsiya bor, titr konsentratsiya bor, molyali bor. Xo'p, bu konsentratsiyalarni boshlashdan oldin o'zi eritma nima? Shu savolga javob beramiz. Qarang. Eritma deb erigan modda hamda erituvchidan iborat bo'lgan bir jinsli gomogen sistema. Eritma bo'lish uchun faqatgina erituvchini o'zi bo'lishi mumkin emas. Ya faqat erituvchini o'zi yo bo'lmasa erigan moddani o'zi bilan eritma hosil qila olmaysiz. Eritma bo'lish uchun eng kamida ikki xil modda bo'lishi kerak. Birinchisi erigan modda bo'ladi, ikkinchisi erituvchi bo'ladi. O'shani yozyapman, qarang. Xo'p, birinchisi erigan modda bo'lar ekan. Erigan modda. Xo'p, ikkinchi holati demak erituvchi. Xo'p, erigan modda nima-yu, erituvchi nima? O'zi nima farqi bor? Qanday farqlaymiz degan savolga javob beramiz. Erigan modda agregat holatini o'zgartiradi. Yo bo'lmasa erigan modda eritmaning ichida kamroq bo'ladi. Erituvchi ko'proq bo'ladi. Asosan 99% masalalarimizni suv erituvchi vazifasini bajaradi. Xo'p, endi qarang. Erigan modda tuz bo'lishi mumkin. Erigan modda asos bo'lishi mumkin. Erigan modda yana nima bo'lishi mumkin? Oksid bo'lishi mumkin. Erituvchi lekin ko'proq masalalarimizda suv bo'ladi. Qarang, farqlashni tushuntiraman. Tasavvur qiling. Bitta idish turibdi. Shu idishning ichida suv bor va shakar bor. Shakar. Qaysi biri erigan modda-yu, qaysi biri erituvchi degan savolga javob beramiz. Erituvchi bu suv bo'ladi. Ya'ni agregat holatini o'zgartirmaydi. Misol uchun tasavvur qiling, ertalab choy ichasiz. Choy ichayotganingizda o'sha choyning ichiga shakar solasiz. To'g'rimi? Yo shakarning ichiga choy qo'yasizmi? Yo'q. Ya'ni erigan modda kamroq bo'ladi, erituvchi ko'proq bo'ladi. Chunki hali shakarni nima eritadi? Suv eritadimi? Ya'ni choy, o'sha nima? Suv tarkibi. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'zi shakar qattiq bo'lardi. U suvga solingandan keyin qanaqa holatga o'tadi? Suyuq holatga o'tadi. Demak, agregat holatini o'zgartiryaptimi? Erigan modda bo'ladi. Ha, suv o'sha baribir shakarning ichida erigandan keyin va suyuqligicha qolaveradi-ku. Yo qattiq holatga o'tadimi? Oddiygina suv holatida turaveradi. Shuning uchun bu demak suv erituvchi dedik. Erituvchi. Shakar bo'lsa nima bo'lar ekan? Erigan modda. Erigan modda. Xo'p, tushunali. Suv demak ko'proq erituvchi bo'lar ekan, erigan modda demak qattiq modda bo'ladi ko'proq. Ya'ni agregat holatini o'zgartiradi. Ba'zi holatlarda yangi modda hosil qilish ham mumkin. Ya'ni endi erigan modda suvda erishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Qarang, erigan modda suvda erishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Birinchisi demak bu fizik eritma. Fizik eritma. Biza fizik hodisaga bog'lab olsangiz bo'ladi. Misol uchun fizik hodisada yangi modda hosil bo'lmasdi. Misol uchun shakli o'zgarishi mumkin edi, hajmi o'zgarishi mumkin edi. Demak, yangi modda hosil bo'lmas. Eritmada ham xuddi shunaqa. Fizik eritmada oddiygina suvga o'sha moddani qo'shasiz, yangi modda chiqmaydi. Shunday oddiygina eritma bo'ladi xolos. Misol uchun biz ishlatadigan osh suvi, ya'ni natriy xlor deymiz. Natriy xlorni suvga soladigan bo'lsa, nima hosil bo'ladi? Reaksiyaga kirishib turib, misol uchun natriy gidroksid yoki xlorid kislota bunaqa moddalarni hosil qilmaydi. Oddiygina natriy xlor suvga solinadi-da, haligi namakob deymiz, tuzli suv. Shu hosil bo'ladi xolos. Yangi modda hosil bo'lmaydi. Demak, yangi modda hosil bo'lmasa, bu qanaqa eritma bo'lar ekan? Fizik eritma. Oddiygina metga yozib qo'yaman, eritma hosil bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi holati yana bo'lishi mumkin fizik eritmalarga asoslar. Mana natriy gidroksidini misolda ko'ramiz.
natriy gidroksidi suv bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? Demak, natriy gidroksidi suv bilan reaksiyaga kirishmaydi, faqatgina natriy gidroksidi bilan suvda aralashmasi hosil bo'ladi. Ya'ni buni ham biz nima deb ataymiz? Eritma deb ataymiz. Eritma. Chunki ikkita qismdan iborat. Ya'ni erigan modda bo'lyapti, erituvchi bo'lyapti. Xo'p, keyingi holatda bo'lishi mumkin yana kislotalar. H2SO4 sulfat kislota. Misol uchun, sulfat kislotani suvda eritadigan bo'lsam, yangi modda hosil bo'lmaydi. Faqatgina bunda ham nima hosil bo'ladi? Eritma hosil bo'ladi xolos. Yangi modda hosil bo'lishi uchun o'zaro reaksiya kirishi kerak. Oldingi moddalar erib ketib turib, yangi modda hosil bo'lishi kerak. Bu yerda hozir yangi modda hosil bo'lmaydi, faqatgina eritma hosil bo'lyapti mana. Eritma. Xo'p, bu fizik eritma. Endi ikkinchisi bor, kimyoviy eritma. Ikkinchisi kimyoviy. Endi kimyoviy eritmada yangi modda hosil bo'lishi shart. O'zi bitta moddani solasiz, o'sha modda qolmaydi. Uni tarkibidagi suv bilan reaksiyaga kirishib turib, yangi modda hosil bo'ladi. Mana misol uchun deylik, xo'p, oksidlar, ya'ni natriy oksidi. Natriy oksidi suv bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? Natriy gidroksidini hosil bo'ladi. Bun bilan farqini qarang. Bunda yangi modda hosil bo'lmas ekan, bundachi yangi modda hosil bo'lar ekan. Yangi modda hosil bo'lsa bu kimyoviy eritma, yangi modda hosil bo'lmasa oddiygina aralashib qoladigan bo'lsa bu fizik eritma bo'lar. Savollar bormi? Tushunyapsiz? Yaxshi. Demak, keyingi holatda yana bitta misol keltirishimiz bunga gidridlar. Misol uchun natriy gidridi. Natriy gidridi suv bilan reaksiyaga kirishadigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? Ya'ni yangi modda natriy gidroksidi fili suvdan tashqari vodorod gazi ajralib chiqadi. Yangi modda hosil bo'ldimi? Demak, u qaysiga kiraverar ekan? Kimyoviy eritmaga kiraverar ekan. Yana misol uchun angidridlar bor. SO3 mana. Sulfat angidridi deyiladi. Bunga suv qo'shadigan bo'lsak nima chiqadi? Sulfat kislotasi H2SO4 hosil bo'lyapti. Yangi modda hosil bo'ldimi? Bu demak kimyoviy eritma bo'ladi. Qarang, fizik eritma bilan kimyoviy eritmaga ajratishdan maqsad nima desa, maqsad mana fizik eritmada hisoblashlar juda sodda bo'ladi. Lekin kimyoviy eritmada sal murakkabligi bor. Chunki mana bu yerdagi dastlabki olgan moddamizning massasi o'zgarib ketib qoladi. Misol uchun qarang. Hozir mana bu yerda 50 gram natriy gidroksidiga 50 gram suv qo'shadigan bo'lsam 100 gram eritma hosil bo'laveradi. Lekin misol uchun men yerda natriy gidridini 50 gram olib, buni ham 50 gram olsam, bu yerda 100 gram chiqmaydi. Qarang, 50 gram bundan olsam, 50 gram bundan olsam, misol uchun bu tomonda 100 gram chiqmaydi. Nimaga desa, yangi modda hosil bo'lyapti-ku bu yerda. Vodorod eritmadan nima chiqib ketib qoladi? Gaz bo'lib chiqib ketib qoladi. Shuni hisobiga eritmaning massasi kamayadi. Endi bunda hisoblashlar sal boshqacharoq bo'ladi. Siz faqat tushunishingiz kerak, oddiy holat, ya'ni yangi modda hosil bo'layotgan bo'lsa bu kimyoviy eritmaligini biling, kimyoviy mana yangi modda hosil bo'lmasa fizikligini bilib tursangiz bo'ldi. Bu tomonni har bitta mavzuda, misol uchun malyarda, normalda, titrda tushuntirganimda tushunib olasiz, muammo emas. Xo'p, endi bizda erigan modda deyapmiz mana. Erigan modda, erigan moddani ifodalovchi kattalik bu konsentratsiya deydi. Qarang, erigan moddani ko'rsatuvchi birlik, ya'ni kattalik bu konsentratsiya deyilar ekan. Qarang. Konsentratsiya. Xo'p, konsentratsiya S harfi bilan belgilanadi. Birinchi konsentratsiyamiz dedik, bu foiz konsentratsiya. Foiz konsentratsiya. Xo'p, foiz konsentratsiya qanday belgilanadi? Hammasini boshida mana konsentratsiya turadi. Tushunyapsiz? Chunki bu belgida bu konsentratsiya ekanligini ifodalovchi qiymat. Xo'p, belgisi. Demak, konsentratsiya belgisini qo'yasiz, foizni ishlatganmiz-ku, bitta chiziqcha tortib turib, ikkita nuqtasi bor nima?
xuddi shu demak, xuddi shunaqa belgi keladigan bo'lsa, endi bu qanaqa konsentratsiya ekanligini bilishingiz kerak. Bu konsentratsiyaning nomi nima bo'lar ekan? Foiz konsentratsiya. Xo'p, foiz konsentratsiyaga og'zaki ta'rif berib ketaman. Keyin yozib olaverasiz. Qarang, foiz konsentratsiya deb 100 gram eritmada erigan moddani gramlar soniga foiz konsentratsiya deyiladi. Foiz konsentratsiyani topishlik uchun nima qilishimiz kerak? Foiz konsentratsiya teng erigan moddani massasini umumiy moddani massasiga, ya'ni umumiy eritmani massasiga bo'lasiz va shunda foizlarda so'ragan uchun 100% ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Misol uchun bizga aytilyapti-da, 200 gram natriy xlor 300 gram suvda eritildi. Savol. Birinchi savol. 200 gram osh tuzi deyishim mumkin. Natriy xlor. Xo'p, 300 gram suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini top. Hosil bo'lgan eritmani, demak, foiz konsentratsiyasini nima qilishimiz kerak ekan? Topishimiz kerak. Qarang, bu yerda mana M1 degani erigan modda, M2 bo'ladigan bo'lsa umumiy eritmani massasi. Yozyapman, qarang. M1 demak bu erigan modda ekan, erigan modda. Sizga savol beraman. 200 gram natriy xlor 300 gram suvdan iborat bo'lgan aralashmada erigan modda nima? Suvmi yoki natriy xlormi? Erigan modda natriy xlor. Qancha erigan moddaning massasi? 200 grammi? Men bu yerga yozyapman. 200 gram demak mana erigan modda. Xo'p, M2 suvning massasi emas. Qarang. M2 umumiy eritmani massasi. Shu idishda nima bo'lsa, hammasini massasi. Umumiy eritma. Umumiy eritmani massasi demak bo'lyapti bu yerda. 300 gramga 200 gramni qo'shadigan bo'lsam, qancha bo'ladi? 500 gram eritma bor ekan. Xo'p, formulaga qo'yapmiz endi. S foiz konsentratsiya teng. Bizga erigan moddaning massasi qancha? 200 grammi? 200 gramni nechiga bo'lishimiz kerak ekan? 500 gramga. Va shuni ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan qanchaga? 100 ga. Endi chetda qisqartirib o'ramiz. Xo'p, mana 100 bilan mana 500 ni qisqartirsam bo'ladi. 100 ga bo'lsam bu 1 bo'ladi. Buni 100 ga bo'lsam 5 bo'ladi. Endi 200 ni nechiga bo'lishimiz kerak? 5 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 200 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa, mana yerda 40% kelib chiqadi. Demak, shu eritmani foiz konsentratsiyasi qancha ekan desa, 40% deb javob beramiz. Tushunyapsizmi? Endi mana masala shartida foizlarda ifodalanayotgani, demak bu foiz konsentratsiyaligini bildiradi. Kimda savol? Davom etyapmiz. Qarang, ikkinchisi bu mavzularga qaytamiz. Qisqacha nima ekanligi haqida tushuntiryapman. Hozir mana masalani biz proporsiya qilib ishlasak ham bo'lardi. Oldin siz ishlagansizki, xuddi shunaqa proporsiya qilsak ham bo'ladi. Misol uchun, umumiy eritmani massasi 200 ga 300 ni qo'shsam 500 gram. 500 gramimiz metga yozamiz. Mana qarang. 500 gramimiz bu 100%. Umumiy eritmani massasi naqi? Erigan modda beta natriy xlor. 200 gramimiz qancha desangiz ham baribir o'sha 40% ligicha hosil bo'ladi. Proporsiya qilib ishlasangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasa mana formula orqali ishlasangiz ham bo'ladi. Bu foiz konsentratsiyani demak formulasi. Ikkinchi konsentratsiyamiz dedik, bu molyar konsentratsiya. Molyar konsentratsiya. Xo'p, belgisi har doim S bo'ladi birinchi holatda. Endi bosh harfini olamiz. Molyar konsentratsiyaga bosh harfi katta M ni olyapmiz. Ya'ni bu katta M holatda turgani molyar konsentratsiya degan. Tushundingizmi? Xuddi shu belgi demak nimani ifodalar ekan desa, molyar konsentratsiyani ifodalar ekan. Endi formulasini ham yozaman. Demak, formulasi S molyar konsentratsiya teng erigan moddani molini bo'lib qo'yishim kerak ekan, eritmani hajmi, ya'ni litriga bo'lib qo'yishim kerak. Shu orqali demak bizga ta'rif kelib chiqadi.
Molyar konsentratsiya deb, demak 1 litr eritmada erigan moddani mollar soniga molyar konsentratsiya deyiladi. Xo'p, misol uchun bitta savol bersin. Bizda masala sharti bo'lsa, xo'p, 5 mol sulfat kisloti 3 litr eritmada eritildi. 3 litr eritmada eritildi. Hosil bo'lgan eritmani molyar konsentratsiyasini top deyapti. Hosil bo'lgan eritmani molyar konsentratsiyasini top degan demak shart qo'yadi. Xo'p, qarang. Molyar konsentratsiya formulasiga qo'yapman. S molyar teng erigan moddaning moli qancha bizda? 5 mol. Eritmani hajmi qancha? 3 litr. Bo'ldi, 5 molni 3 litrga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, demak molyar konsentratsiyasi kelib chiqadi. Xo'p, 1 necha chiqyapti? 66 mi? 1,67 mol taqsim litr. Qarang, 1,67 mol taqsim litr nima desa, bu molyar konsentratsiya. Tushunyapsiz? Yo bo'lmasa buni bunday qilib yozish ham mumkin edi. 1,67 mana katta M bilan qo'yib qo'ysa ham, demak siz bilishingiz kerak, bu yerda molyar konsentratsiya borligi. Xo'p, keyingi konsentratsiyamiz, demak 3-konsentratsiyamiz bu normal konsentratsiya. Normal konsentratsiya. Xo'p, normal konsentratsiyani belgisi, demak, konsentratsiya bosh harfini olamiz. S N holatda bo'lyapti. Demak, bu nimani belgisi desa, normal konsentratsiyani belgisi. Normal konsentratsiyani topishlik uchun nima qilamiz? Erigan moddaning gram taqsim ekvivalentlarini shu eritmani hajmi, ya'ni litrga bo'lish orqali normal konsentratsiya topiladi. Xo'p, misol uchun bizga masala shartida berilsa, xo'p, 98 gram sulfat kisloti, xo'p, 2 litr eritmada eritildi. Hosil bo'lgan eritmani normal konsentratsiyasini top deyapti. Hosil bo'lgan eritmani, demak, normal konsentratsiyasini biz topishimiz kerak ekan. Xo'p, normal konsentratsiya topishlik uchun nima qilamiz? Qarang. Birinchi navbatda formulasini ko'rdik. Mana Sn teng gram taqsim ekvivalent topishimiz kerak. Hozir bizda grami bor, shuni ekvivalentiga bo'lib olamiz. Sulfat kislotaning ekvivalenti 98 2 ga bo'ladigan bo'lsam 49. Demak, 98 gramni 49 ekvivalentga bo'lasiz. Shunda gram taqsim ekvivalent kelib chiqadi mana. Endi hozir gram taqsim ekvivalent topyapmiz. Sulfat kislotaning massasi 98 gram, sulfat kislotaning ekvivalenti 49. Bo'ladigan bo'lsam, demak 2 gram taqsim ekvivalent kelib chiqadi. Demak, yuqoriga qo'yapman endi. 2 gram taqsim ekvivalenti shu eritmani hajmi, ya'ni 2 litrmidi? 2 litrga bo'ladigan bo'lsa qancha bo'ladi? Demak, 1 normalli eritma hosil bo'ladi. Tushundingizmi? 1 n beradigan bo'lsa, 10 n bersa ham, ya'ni normal konsentratsiya ekanligini bilishingiz kerak. Chunki hozir trans konsentratsiya bor, ya'ni bitta konsentratsiyadan ikkinchi konsentratsiyaga o'tish bor. Shularni tushuntirib beraman. Misol uchun masalada trans konsentratsiya haqida gap ketyapti. Misol uchun foiz haqida gap ketyaptimi? Molyar haqida gap ketyaptimi? Titrmi nima ekanligini tushunib olishingiz uchun qisqacha har bitta konsentratsiyalarni tushuntirib o'tyapman. Bularda har bittasi alohida mavzu bular. Yana qaytamiz. Faqatgina hozirgi mavzuyimizni tushuntirishlik uchun foiz konsentratsiya nima ekanligini, molyar nimaligini sal bo'lsa ham tushunib oling degan maqsadda yozyapman. Xo'p, 4-konsentratsiyamiz, demak, titr konsentratsiya. Xo'p, titr konsentratsiyani formulasi yoki bo'lmasa belgisi desak, konsentratsiya va bosh harfini oladigan bo'lsam, S T bo'lyapti. Bu nimani belgisi desa, titr konsentratsiyani belgisi deysiz. Demak, titr konsentratsiyani topishlik uchun nima qilamiz desa, erigan moddaning massasi, ya'ni gramini bo'lib qo'yishimiz kerak eritmani
hajmi, ya'ni millilitrga bo'lib qo'yishimiz kerak. Molda bersa grammga olib o'tasiz, litrda bo'lsa millilitrga olib o'tishingiz kerak. Titr konsentratsiya topishlik uchun. Ya'ni ta'rif beriladi. 1 millilitr eritmada erigan moddaning grammlar soniga nima deyiladi? Titr konsentratsiya deyiladi. Xo'p, misol uchun deylik, bizga masala berilyapti. Xo'p, 500 gram sulfat kislota, 500 gram sulfat kislota, xo'p, 2 litr eritmada eritildi. 2 litr eritmada eritildi. Shu eritmani titrini topgan deydi. Tushunyapsiz? Eritmani titrini topishni nima qilasiz? Erigan moddani grammini umumiy eritmani hajmi, ya'ni millilitrga bo'lib qo'yishimiz kerak. Formulani yozyapman. S titr teng erigan moddani massasi qancha desa 500 gram. Shu 500 gramni umumiy eritmani hajmi 2 litrmi? 2 litrni millilitrga olib o'tsam qancha bo'ladi? 1000 ga ko'paytiradigan bo'lsam 2000 millilitr bo'ladi. Ikkalasini ham 500 ga qisqartirib olsam 1 taqsim 4 bo'ladimi? Bu degani 0.25 gram taqsim millilitr. Litr emas, bu yerda millilitr bo'ladi. Endi masala shartida 0.25 gram taqsim millilitr nima degani desa, bu titr konsentratsiyaligini bildiradi. Tushundingizmi? 0.25 gram taqsim millilitr, demak bu yerda titr konsentratsiya bo'lyapti. 5-chi konsentratsiyamiz bu molyal konsentratsiya. Molyal konsentratsiya. Xo'p, molyal konsentratsiya ozgina boshqacharoq. Qolgan konsentratsiyalarga nisbatan sal qiyinroq. Molyal konsentratsiya deb 1 kilogram erituvchida, mana erituvchi, mana erigan modda dedik, bunda erituvchi deyapmiz. Ya'ni 1 kilogram erituvchida erigan moddaning mollar soniga demak molyal konsentratsiya deyiladi. Umumiy formulasini qarang. SM deb yozadigan bo'lsa, mana yerdagi molyal konsentratsiyaga o'xshab qoladi. Shuning uchun oxiridagi L bor-ku, molyaldagi L, o'shani L-sini aytgandek qilib yozib qo'yasiz. ML degani molyal konsentratsiyaligini bildiradi. Endi buni topishlik uchun nima qilish kerak? Erigan moddani molini erituvchi kilogramga bo'linadi. Misol uchun bizga masala bersin, xo'p, 200 gram natriy gidroksidi, xo'p, 5 litr suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmani molyal konsentratsiyasini top degan savol qo'yilyapti. Demak, birinchi navbatda S molyal teng, og'zaki aytaman, qarang. 200 gram natriy gidroksidni siz molga aylantirishni bilasiz. Ya'ni masala shartida berilgan massani o'zini massasiga bo'lishim kerak. Ya'ni 200 gramda natriy gidroksidini o'zini massasi 40 ga bo'ladigan bo'lsa, 5 mol kelib chiqadi. Tushunyapsiz? Natriy gidroksidini moli qancha ekan? 5 mol kelib chiqyapti. Endi bizda 5 litr suv. Qarang, suvning zichligi 1 ga teng bo'lganligi uchun 5 litr suvni 5 kilogram suv desangiz bo'laveradi. Misol uchun hozir bu yerda millilitrga olib o'tsangiz 5000 millilitr bo'ladi. 5000 millilitrni suvning zichligi 1 ga ko'paytirsam 5000 gram bo'ladi. 5000 gramni kilogramga olib o'tish uchun yana 1000 ga bo'lsam baribir nima bo'ladi? 5 kilogram kelib chiqadi. Demak 5 molni 5 kilogramga bo'ladigan bo'lsam, bu yerda molyal konsentratsiya 1 molyalli eritma hosil bo'ladi. Tushunyapsiz? Bu demak eng oxirgi konsentratsiyamiz molyal konsentratsiya. Bizga hozir bu beshala konsentratsiya ham umumlashgan holat kerak. Ya'ni bugungi mavzuyimiz uchun umumlashtiramiz hammasini. Bularda hali Mendeleyev Klyaperonga o'xshab do'stlari, dushmanlari bor, formula yaratishni tushuntiraman sizga. Ya'ni birinchi navbatda trans konsentratsiya nima degani o'zi? Trans konsentratsiya. Trans degani
bitta turdan ikkinchi turga o'tish degan. Tushunyapsiz? Bitta konsentratsiyadan ikkinchi konsentratsiyaga o'tish. Demak, birinchi konsentratsiyamizni qarang. Foiz konsentratsiya. Bu foiz konsentratsiyani sheriklari qaysilar desa yodlab oling. Bu doimiy sonlar. Ya'ni birinchisi 10 va ikkinchi sherigi rho. Rho nima edi? Zichlik. Demak, foiz konsentratsiyani sheriklari qaysi ekan? 10 bilan rho. Demak, bu foiz konsentratsiyani sherigi. Birinchisi bu. Endi ikkinchisini qarang. Molyar konsentratsiyani sherigi o'zini massasi, ya'ni o'sha moddani molyar massasi molyar konsentratsiyani sherigi bo'ladi. Ikkinchisi. Xo'p, uchinchisi titr konsentratsiya. Titr konsentratsiyaning sherigi 1000. Xo'p, titr konsentratsiyadan keyin normal konsentratsiya. Normal konsentratsiyaning sherigi ekvivalent. Shularni bilsangiz bo'ladi. Molyar konsentratsiyaning sherigi yo'q. Molyardan foizga o'tasiz, foizdan xohlagan konsentratsiyangizga bog'lashingiz mumkin. Misol uchun, bizga demak xohlagancha savollar beradi. Misol uchun bitta tushuntirib beraman. Foiz konsentratsiya bilan molyar konsentratsiyasini bir-biriga bog'laydigan savol bersa, nima qilasiz? Bo'lyapman. Xo'p, S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan rho teng S molyar ko'paytirilgan molyar massa. Xo'p, misol uchun bitta masalada beryapti-da, ham foiz beryapti, ham molyar beryapti-da, quyidagicha savol so'rayapti sizdan. Zichlikni topgin deyapti. Shu eritmani zichligini topgin degan savol bersa, nima qilasiz? Mana bu yerda rho ni ko'ryapsiz-a? Rho nima edi? Zichlik. Sizdan so'ragan narsani yozib olasiz. Misol uchun nimani so'rashiga qarab turib yozib oling. Misol uchun rho ni so'rayapti. Rho teng. Rho ni yonidagilari do'stlari bo'ladi. Tenglikda u tomonidagilari nima bo'ladi? Dushmani bo'ladi. Ya'ni o'sha sizdan so'ragan birlikni do'stlari har doim bo'lish bo'lib turadi. Tushundingizmi? Ko'paytirish tenglikda u tomoniga nima bo'lib tushar ekan? Bo'lish bo'lib tushar ekan. Demak, hozir mana bu ikkalasi buni sherigimi axir? Demak, kasr chizig'ini yozyapmiz. Bu tomonda yuqorida molyar konsentratsiya ko'paytirilgan molyar massa, pastda demak foiz bilan rho ni sheriklari demak pastga bo'lish bo'lib tushyapti. Misol uchun, buni o'rniga menda mana molyar konsentratsiyani so'rasa nima qilardim? Molyar konsentratsiyani so'rasin. Molyar teng bu dushmani, bu do'sti. To'g'rimi? Chunki mendan buni so'rayapti. Bu do'sti baqa bo'lish bo'lib tushadi. Pastga S molyar, tepada qolyapti S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan rho. Ya'ni xuddi shu formula orqali ishlanadi. Hozirgi masalalarimiz unaqa qiyin masala emas. Tushunyapsiz? Siz formulasini tuzishni o'rganib olsangiz bo'ldi. Formulasini tuzasiz, o'rniga qo'yib turib hisoblasangiz bo'ldi. Mana shu doskani yozib oling, masalalarni ko'ramiz. Xo'p, qarang. Endi transkonsentratsiyani masalalarni ishlashni boshlaymiz. Sizga qaytarib aytyapman, sheriklarini yaxshilab yodlab olsangiz bo'ldi. Birinchi konsentratsiyamiz bu foiz konsentratsiya dedik. Foiz konsentratsiyaning sheriklarini yodlab oling. 10 bilan rho. Buni ichida siz bilishingiz kerak bo'lgani, mana rho, nima bu rho? Zichlik. Bu foiz konsentratsiya, bu 10. Tushunyapsiz? Xo'p, ikkinchi holatda molyar konsentratsiyani qarang. S molyar ko'paytirilgan molyar massa. Mana Sm bu molyar konsentratsiya, mana katta M bo'ladigan bo'lsa, bu moddani nimasi edi? Massasi edi. Bu bilishingiz kerak bo'lgan tushunchalar. Xo'p, normal konsentratsiya sherigi S normal ko'paytirilgan ekvivalent. Demak, ekvivalentni qaytarib tushuntiryapman. Birinchisi kislotalarning ekvivalentini topish uchun nima qilardik? Kislotaning massasini vodorodlar soniga negizga bo'lardik. Bu birinchisi. Xo'p, oddiy elementlarning ekvivalentini topishlik uchun nima qilardik? Oddiy moddaning massasini valentligiga bo'lardik, bu 2. Asoslarning ekvivalentini topish uchun nima qilardik? Asosning massasini OH lar soniga bo'lardik, bu 3.
to'rtinchisi tuzni ekvivalentini topish, tuzni massasini metal sonini metal valentligiga ko'paytirib bo'lish orqali topasiz. Bu 4. Beshinchisi oksidlarnikini topish uchun massasini kislorodlar soniga 2 ko'paytirib bo'lish orqali topasiz. Shu ekvivalentda sal qiynalishingiz mumkin, esidan chiqib qolgan bo'lsa. Xo'p, keyingi holatda titr konsentratsiyaning sherigi bu 1000. Endi shu konsentratsiyalarni bir-biriga bog'laydi va shu konsentratsiyalar orqali foizdan normalni so'rash mumkin, normaldan titrni so'rash mumkin. O'shani tushuntirib beraman. Misol uchun bizda malyar bilan normalni bog'lasin. Malyar konsentratsiya ko'paytirilgan malyar massa teng S normal ko'paytirilgan ekvivalent. Sizdan so'rasin, qaysi modda ekanligini top degan savol bersa, qaysi moddaligini topish uchun biz uni nima qilishimiz kerak? Massasini hisoblashimiz kerak. Massa topishlik uchun mana M ni topishim kerakmi? Buni yonidagi malyar konsentratsiya bu tomonga bo'lish bo'lib tushadi. Tushunyapsiz? Yo bo'lmasa do'sti dushmani qilib o'rgan olsangiz, bu tomoni sizdan so'rayotgan narsani qarama-qarshi tomoni dushman tomoni bo'ladi. Sizdan so'ragan narsani yonidagisi demak nima bo'ladi? Do'sti. Do'sti pastga nima bo'lib tushar ekan? Bo'lish bo'lib tushar ekan. Savollar bormi? Yo'q. Demak, malyar konsentratsiyani topishlik uchun formulani qarang. S malyar teng S normal ko'paytirilgan ekvivalent taqsim malyar konsentratsiya. Shu formula demak malyar massasini topish orqali ifodalash mumkin. Siz haligi nima deydi? Malyar konsentratsiyani topish formulasini hali 10 ta 15 ta formulyatsiya bo'ladi, bir-biriga bog'lab. Uni qilish shart emas. Oddiygina siz mana shu sheriklarni yodlab oling, o'sha orqali o'zingiz formula keltirib chiqaraverasiz. Hammasini yodlab chiqish shart emas. Misol uchun foiz konsentratsiya bilan titr konsentratsiyani bog'lasin mana. S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan rho teng titr konsentratsiyaga bog'lasa S titr ko'paytirilgan 1000. Demak, titr konsentratsiyani so'rasa, ya'ni bu tomonni so'rasa nima qilamiz endi? S titr teng bu do'stimi? Tenglikni bu tomoniga nima bo'lib tushadi? Bo'lish bo'lib tushadi. Demak, yuqori o'zgarishsiz yozilyapti. S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan rho. Shuni bo'lib qo'yishimiz kerak ekan, demak 1000 ga. Shu formula orqali demak titr konsentratsiya topish mumkin. Buni yodlab olmang, mana formula yodlash shart emas. Faqatgina siz mana sheriklarini yodlab oling, shu orqali masala shartiga qarab turib hosil qilamiz. Misol uchun, mana bu testimizni ko'rayotgansiz, birinchi savolga e'tibor bering. Birinchi savolda aytayaptiki, sulfat kislotani 35% eritmasini zichligi 1.26 malyar konsentratsiyasini toping. Demak, foiz konsentratsiya bilan qaysi konsentratsiyani bog'layapti? Malyar konsentratsiyani siz har doim bunday qilib yoza olasiz. Ikkala konsentratsiyani yonma-yon yozishimiz kerak. Demak, S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan rho. Shu teng bo'lar ekan nimaga? Malyar konsentratsiya S malyar ko'paytirilgan malyar massa. Bizdan savolda malyar konsentratsiya so'rayapti. Dilnura, qanaqa formula yaratamiz malyar konsentratsiyani topish uchun? S malyar teng. Xo'p. Pastga qaysi tushadi? Malyar massa tushadi, tepagachi S foiz. Aha. Bo'ldi, shu formulaga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, bizning masala shartida qarang, tayyor hamma narsa berilgan, o'rniga qo'yasiz, bo'ldi, javob chiqadi. Demak, foiz mana malyar konsentratsiyani topyapman. Malyar konsentratsiya teng foizni bergan 35%, buni o'rniga qo'yaman. 35 ko'paytirilgan 10 bu doimiy son. 10 ko'paytirilgan rho, ya'ni zichlik 1.26 beryapti. 1.26 bo'lsa, shuni bo'lib qo'yishimiz kerak. M o'sha moddaning massasimidi? O'sha modda demak bu yerda sulfat kisloti. Sulfat kislotaning massasi qancha? 98. Demak, shu qiymatlarni hisoblaydigan bo'lsak, demak javobimiz kelib chiqadi 4.5 malyarli eritma hosil bo'ladi. Savollar bormi? Bu birinchi savol. Endi oralatib ko'rib beraman. 7-savolni qarang. Bu birinchi savolimiz, keyingisi demak 7-savolga e'tibor bering. Bizga masala sharti aytayaptiki, sulfat kislotani 0.5 normalli zichlik berilgan, eritmasini titrini toping deyapti. Demak, normal konsentratsiya bilan qaysi konsentratsiyani bog'layapti? Titr konsentratsiya. Demak, yozasiz. Qarang. S normal, buni do'sti nima edi? Ekvivalent. Shuni bog'layaptimi?
titr konsentratsiyaga mana S titr ko'paytirilgan sherigi nima edi? 1000. Demak, shu yerda titr konsentratsiya top deyapti. Fotimaxon qanaqa formula yaratamiz titr konsentratsiyani topish uchun? S titr teng 1000 pastga tushadi. Tepada qaysi qoladi? S normal ko'paytirilgan ekvivalent. Buni shu formulaga qo'yamiz. Demak, S titr teng bizda hozir masala shartida normal konsentratsiya 0,5 ni beryapti-yu, o'sha demak nima degani? Normal konsentratsiya degani. Demak, 0,5 ni ko'paytiramiz. Biz hozir masala sharti sulfat kislotani ekvivalentini bilasizmi? 98 ni nechiga bo'lamiz? 2 ga. 98 ni 2 ga bo'lsam 49. Shuni bo'lib qo'yishim kerak ekan 1000 ga. 49 ni yarmi 24,5, shuni 1000 ga bo'lsa 0,245 kelib chiqadi. 0,245 gram taqsim millilitr. Ya'ni bu titr konsentratsiya kelib chiqyapti. Xo'p, 0 yana bitta 0 bo'ladi. 0,0245 gram taqsim millilitr bo'ladi. Shunda demak A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, demak bu 7-savol. 7-savoldan keyin 10-savolni qarang. E'tibor bering. 10-savolda aytayaptiki, qaysi modda eritmasining zichligi 1,14 ekan, foiz va molyar konsentratsiyalarning nisbati 15 ga 1 bo'ladi. Demak, foiz bilan yana molyar beryaptimi? Siz o'shani bog'lash formulasini yozasiz. E'tibor bering. Keyin ishlaysiz testlarni. S foiz ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan rho teng S molyar ko'paytirilgan molyar massa. Sizdan qaysi gazligi so'rayapti, qaysi moddaligini so'rayapti. Qanday qilamiz? Nimani topsak, o'sha moddani topgan bo'lamiz desa, mana shu moddani massasini topsak. To'g'rimi? O'sha moddani massasi kelib chiqsa, qaysiligini bilib olsak bo'ladi. Xo'p, Yusufbek formula yarating, o'sha M ni topishlik uchun M teng bo'ldi, shu formula orqali demak ishlaymiz. Demak, M teng masala shartida qaranglar deyapti. Foiz bilan va molyar konsentratsiyani nisbatini 15 ga 1 beryapti. Bu degani foiz konsentratsiyani 15, molyarni necha olsak bo'lar ekan? 1 olsak bo'lar ekan. Endi o'rniga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Foizimiz 15 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan zichlik masala shartida berilyapti 1,14. Shuni hisoblang, keyin 1 ga bo'lib qo'yamiz. 150 ni ko'paytiring 1,14 ga. 171. Demak, 171 massali bu bariy gidroksidi bo'lyapti. Xo'p, keyingi savolni qaraymiz bo'lmasa. Xo'p. 17-savolni qarang. Qolganlari o'xshash ekan, 17-savolda boshqacharoq. Titr konsentratsiyasi 0,735 gram taqsim millilitr bo'lgan sulfat kisloti eritmasining molyarligini toping. Demak, hozir titr konsentratsiyani qaysi konsentratsiyaga bog'layapti? Molyar konsentratsiyaga. Demak, 17-savolimiz. Xo'p, molyar konsentratsiyaning sherigi nima edi? O'sha moddani massasi. Titr konsentratsiyaning sherigichi bu 1000 edi. Shu orqali bizga masala shartida molyar konsentratsiya so'rayapti. Demak, S molyar teng buni sherigi qanday bo'lib tushardi? Bo'lish bo'lib tushadi. S titr ko'paytirilgan 1000 taqsim. Demak, pastda nima bo'ladi endi? O'sha moddani massasi. Demak, S molyar teng bo'lyapti. Bizga titr konsentratsiya 0,735. Shuni ko'paytiramiz demak 1000 ga. Va shuni bo'lib qo'yishimiz kerak ekan. Molyar massa demak bu yerda sulfat kislota bo'lgani uchun 98 ga. 735 98 ga bo'lib bering, javob chiqadi. 7,5 kelib chiqadi. 7,5 molyarli eritma hosil bo'lyapti. Demak, bu 17-savol bo'lyapti. Xo'p. E'tibor beramiz bo'lmasa, yana o'xshash savollarni ko'ramiz. 33-savolni qarang. 33-savol. Oradagi savollar o'xshash. O'zingiz keltiraverasiz. Endi mana masala shartiga qarab turib o'zingiz ishlayverasiz, muammo emas. Xo'p,
33 savolda kalsiy xloridning titri 0,54 gram taqsim millilitr bo'lgan eritmasi tarkibida 30% kalsiy xlorid bo'lsa, tuzning zichligini toping deyapti. Foiz konsentratsiya bilan qaysini bog'layapti? Titr konsentratsiyani bog'layaptimi? Endi yozamiz, demak. Foiz konsentratsiyaning sheriklari 10 bilan rho. Demak, titr konsentratsiyaning sherigi nima edi? 1000. Cheta zichlik so'rayapti. Gulchehar formula yaratib bering. Zichlik topish uchun xo'p, rho teng S foiz bilan 10 pastga tushadi. Xuddi shu formulaga qo'yamiz bo'lsa. Rho teng biza titr konsentratsiyani 0,54 bergan. 0,54 ni ko'paytiramiz 1000 ga va shuni bo'lib qo'yishimiz kerak ekan. Foiz konsentratsiya 30 ko'paytirilgan 10 ga. Xo'p, demak, shu qiymatlarni hisoblaydigan bo'lsak, demak 1,8 kelib chiqadi. Gram taqsim millilitr holatda kelib chiqadi. 33-savol. Xo'p, undan keyingi savolga e'tibor beramiz. Xo'p. Boshqachasi. Ilk birinchi savolni qarang. 51-savol. 51-savolda aytayaptiki, 3,33 milliardli fosfat kislota eritmasining normal konsentratsiyasini toping. Molyar konsentratsiya bilan qaysini bog'layapti? Normal konsentratsiyani. Demak, formula yaratamiz. S molyarning sherigi nima edi? Molyar massa. Normal konsentratsiyaning sherigi ekvivalent. Xo'p, shu yerda hozir biza masala shartida, demak, normal konsentratsiya so'rayapti. S normal teng formula qanday bo'ladi? S molyar ko'paytirilgan molyar massa mana bu yuqorida turibdi. Bizdan so'raganda sherigi demak pastda bo'lish bo'lib tushyapti. Xo'p, demak, S normal konsentratsiya teng molyar konsentratsiyamiz 3,33. 3,33 ni ko'paytiramiz. O'sha moddaning massasi, fosfat kislotaning massasi 98. Endi fosfat kislotaning ekvivalentini topish uchun 98 ni nechiga bo'lamiz? 3 ga. Chunki vodorodlar soni 3 ta. 32,67 mi? 32,67. Xuddi shu qiymatlarni hisoblaydigan bo'lsangiz, mana bu bilan buni qisqartirsa bo'ladi. Ikkalasini 32,67 ga bo'lsam bu 1 bo'ladi, bu 3 bo'ladi. 3 ga ko'paytirsam 9,99 yo bo'lmasa yaxlitlagan holatda 10 deb olsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, bu yerda molyar konsentratsiyasi 10 molyarli eritma hosil bo'lar ekan. Xuddi shunday holatda 178 dona masalasi bor, birga ishlaymiz. Doskani yozib oling. Bosib qo'yasiz.